Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu videorolikimiz ishlovchi pensionerlarga tegishli. Agar siz pensionersiz va ishlab ish haqi olasiz. Shu holatda ko'pchilik kamroq soliq to'lash uchun, ko'pincha daromad solig'ini to'lamaslik uchun 1%lik NPS, ya'ni jamg'arib boriladigan xalq bankiga jamg'arib boriladigan summaga yo'naltiriladi. Soliq kodeksining 378-moddasiga asosan ushbu summalar daromad solig'idan ozod etilgan. Lekin Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tgan 21/11-sonli qarorga asosan ushbu imtiyozdan foydalanish tartibi belgilangan. Unga asosan agar ishlovchi pensioner oyliklarini to'liq yo'naltirganda va soliq davri tugamasdan turib ushbu summalarni oladigan bo'lsa, u deklaratsiya asosida daromad solig'i to'lashga to'g'ri keladi. Mana shu joyga e'tibor bo'ling. Kuni kecha tashrif buyurgan mijozning aytishicha, u pensioner va 10-15 million har oyda oylik oladi va oyliklarini NPS ga yo'naltiriladi va Xalq bankidan borib oladi. Bu holatda har oy va keyingi oydan boshlab summalarni olib kelgan. Yil yakuni bo'yicha soliq idoralaridan aynan o'sha 21/11-sonli qarorga asosan ushbu xodimga nisbatan talabnoma kelgan, ya'ni deklaratsiyani to'lab qo'ying deyapti. Demak, agar siz ham pensioner va ish haqi olib ishlayotgan bo'lsangiz, Xalq bankiga yo'naltirilgan summalaringiz imtiyozga ega, faqat soliq davri tugagandan keyin olsangiz imtiyozga ega. Ya'ni 2026-yil har oy o'tkazib boryapsizmi? Yil tugagandan keyin 2027-yil 1-yanvardan imtiyoz qo'llasangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ishlayotgan pensioner tanishlaringizga yuborib qo'ying.